Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor bekorga emas. Bolalarni shunchaki o'ziga ba'zi tashlab qo'yaman. Xohlagan ishligini qilib, uyni shu holga keltirib qo'yishadi. Ha deb o'zimni fokusimni tinimsiz uy yig'ishga qaratmayman. To'g'ri-da, hayot faqat qaytadir tozalashdan iborat emas-ku. Hammasini o'zini o'rni, vaqtida qilish yoqadi. Shoshib yugurib ish qilmayman. Bu meni tabiatimda yo'q chunki. To'g'ri, atrofimda bu narsani juda ham ko'pchilik har xil yo'nalishda, ohangda o'zicha gapiradi. Kesatib ham qo'yadi. Tekkazib ko'radi. Lekin ishonasizlarmi? Menga umuman bu narsalarning farqi yo'q. Meni borim shu. Meni Alloh shunaqa chizgan va shunaqa yaratgan. Shunga in'om etgan. Men kimgadir yoqish uchun, kimdir ishini qilish uchun tezlasha olmayman. Holimga qarab, sekin qilaveraman. Sababi men xohlasam ham tez qilib tasha olmayman. Hammasi videodagi ko'ringanidek bo'la olmaydi. Tez qilaman deb harakat qilsam, maksimal deymanda kortizol oshishni boshlaydi. Miyam og'riydi, asablarim buziladi va atrofimdagi insonlarga baqirib boraman. Ichki holatimni bilishmaydi. Buni faqat o'zingiz his qilasiz va shunga qarab o'zingizni asrashingiz kerak. Bolalar ham bir pazda katta bo'lishadi. Siz ham ishlaringizga yo'lga qo'yib olasiz. Shu uyingiz ham toza bo'ladi. Umuman yoyilmaydi vaqti kelganda. Shunchaki har doim hamma vaqtdan zavqlanish kerak. Agar gaplarim sizga shunchaki yoqqan bo'lsa, shunchaki like bosib qo'ying. Balki izoh bildirarsiz, to'g'rimi? O'zim yoqqan bo'lsam, obuna bo'lib qo'ying. Hech kimni zo'rlash yo'q. Yoqmagan bo'lsa, zahri zamonga sochmang. Shunchaki o'tkazib boring. Men sizlarni yaxshi ko'raman, bilaman, sizlar ham meni yaxshi ko'rasizlar degan umiddaman. Hammalarga rahmat.